Assalomu alaykum, o'zbek futbolining ashaddiy muxlislari. Bugun Bobur arenada shunchaki futbol bo'lgani yo'q. Bugun u yerda haqiqiy vulqon uyg'ondi. Superliganing ochilish turida Andijon jamoasi So'g'diyonani shunday savaladiki, buni hatto eng optimistik muxlis ham kutmagan edi. 4 ta gol, 4 ta zarba va bitta katta bayram. Tayyor bo'lsangiz, biz boshladik. O'yin boshlanishi bilan Samvel Babayan shogirdlari bo'rilarni o'z jarima maydonchasiga qamab qo'yishdi. Andijonning yangilangan tarkibi xuddi soatdek ishlamoqda. Maydonning har bir qarichida agressiv pressing va tezkor o'tishlar. Jizzaxliklar nima bo'layotganini tushunib ulgurmasdan hisob yiriklashib bordi. Bu shunchaki g'alaba emas, bu Andijonning bu yilgi mavsumda taxt uchun kurashishga tayyor ekanligi haqidagi manifesti bo'ldi. Qanot hujumlari va markazdagi ustunlik So'g'diyona bugun shunchaki tomoshabin rolida qoldi. Lekin asosiy qahramonlar maydonda emas, tribunada edi. 12-o'yinchi bugun haqiqiy dozaqni ko'rsatib berdi. Mana shunday muhitda Andijonni mag'lub etish uchun kamida Real Madrid bo'lish kerakdir balki. Jamoaning har bir hujumini o'z tanasidan o'tkazayotgan bu muxlislar oldida yutqazishga burgutlarning haqqi yo'q edi. Xo'sh, azizlar, bu shunchaki birinchi turdagi omadmi yoki Andijon bu yil chempionlik uchun asosiy da'vogarmi? Nima deb o'ylaysiz? Samvel Babayan jamoasi bu tempni oxirigacha ushlab tura oladimi? Fikringizni kommentariyada qoldiring. Kanalimizga obuna bo'ling. Biz bilan futbol yanada qaynoq. Keyingi manzilingiz izohlar bo'limi. Ketdik.